Bashish bo'lyapti hozir mana buni ko'chirib beryapman. Ko'chirib turib ustidan kafil bo'ladi. Santexnik anaqalarni yechib qo'ydim. Raklina, dushoy shunaqa narsalarni. Endi bu yerga valni o'rnatib turib keyin bo'ladi. Ular normalni o'rnatilib, shunaqa narsalar bu keyin bo'ladi. Endi hozir kafilni bosiladi. O'tgan safar ko'chirgan edik. Endi kafillari ham qo'yilib bo'lyapti. Taylari qoldi mana. Chiroyli afsala bilan qo'yilgan chahlari ham. Baho berib qo'yasizlar chahlariga, linalariga ham. Buni hozir bosdik. Hali yangi. Va nihoyat hammomimiz ham bitdi. Bitgan holati. Bular o'rnatish jarayonidan hozir.